Farmatsevtika sohasi bugungi kunda nafaqat aholining davolanishga bo'lgan ehtiyojini qoplayotgan muhim tarmoq, balki mamlakat iqtisodiyotini barqaror o'sishini xizmat qilayotgan strategik yo'nalishlardan biriga aylangan. So'nggi yillarda ishlab chiqarish ko'lami kengayib, mahalliylashtirish mahsulotlar sonini ortib borishiga xizmat qilmoqda. Yangi korxonalar ishga tushirilyapti. Qo'shimcha ish o'rinlarining yaratilishi esa ichki bozorni mustahkamlash barobarida importga bo'lgan qaramlikni kamaytirmoqda. Biroq tarmoqdagi bunday ijobiy o'zgarishlar qanchalik ahamiyatli bo'lmasin, ularning amaliy samarasi avvalo oddiy iste'molchiga qanday yetib borayotgani bilan baholanadi. Xususan, dori vositalari narxining shaffofligi, asoslangani va hamyonbopligi bugungi kunda eng dolzarb mavzulardan biri sifatida kun tartibida turibdi. Zero sog'liqni saqlash tizimidagi har qanday islohot inson manfaatiga xizmat qilmog'i lozim. Xo'sh, farmatsevtika sohasidagi jadal rivojlanish sharoitida dori-darmon narxlari haqiqatan ham nazorat ostidami? Yoki bozordagi o'zgarishlar iste'molchi manfaatiga qay darajada mos kelmoqda? Dorilar narxi ko'pchilik uchun og'riqli mavzu. Ayniqsa, bir xil turdagi dori mahsulotlari dorixonalarda turli narxda sotilayotgani aholining haqli savollariga sabab bo'lib kelgan edi. Ammo endilikda vaziyat o'zgardi. Sog'liqni saqlash vazirining 2025-yil 12-may sanasidagi 32-42 sonli buyrug'iga asosan 2000 ga yaqin dori vositalarining referent narxlari qayta ko'rib chiqilib, shakllantirildi va arzonlashtirildi. Buyruqqa asosan 1-mart sanasidan boshlab ularning cheklangan chakana narxi barcha dorixonalarda amal qilishni boshladi. Ayrim dorilar narxi 40-60% gacha arzonlashdi. Xo'sh, bu tartib amalda ishlayaptimi? Dorixonalarda narxlar haqiqatdan ham tushganmi? Bizga ma'lum bo'ldiki, hozirgi kunda cheklangan ulgurji va chakana narxlar pasaytirilgan bo'lishiga qaramasdan, farmatsevtika faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar tomonidan dori vositalar hali ham yuqori narxda sotilmoqda. Davlat mahsulotlar narxini arzonlashtirib, aholining qulayligini ko'zlayotgan bir vaqtda ayrim tadbirkorlar insof chegarasini buzib o'tgan holatda dori mahsulotlari narxini kerak bo'lsa 3 barobargacha qimmat narxda sotayotganini guvohi bo'ldik. Fuzar bormi? Bor. Naqadligi 200 milligramligi. Nech pul? 44 ming. Konkorri 5 ligicha 5 milligramligi. 110 ming. Yana bitta dorini ko'rib bering, Siaforri 500 milligramligini. 500. 60 ta. 60 ta? 60 ta. Xabaringiz bor, farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi bilan hamkorlikda shahar dorixonalari bo'ylab eksperiment o'tkazdik va men aynan mana shu Fuzar degan dorini 44 ming so'mga sotib oldim. Endi qanday qilib aniqlasam bo'ladi haqiqiy narxini? Shu haqida tushuncha bera olasizmi? Hozirgi kunda farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi tomonidan Farm.uz mobil ilovasi ishga tushirilgan bo'lib, yuklab olib ushbu ilovaga kiramiz va har bir dori vositasining qutisida maxsus QR kod bo'ladi. Ushbu QR kodni skanerlash kerak bo'ladi va skanerlaganimizda ushbu dori vositasiga aloqador bo'lgan barcha kerakli ma'lumotlar chiqishi bilan birga ushbu dori vositasining referent narxini ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Siz sotib olgan ushbu Fuzar dori vositasini mana referent narxi, ya'ni cheklangan chakana narxi 14613 so'm etib belgilangan va bundan qimmatga sotish mumkin emas hech qaysi dorixona. Vaholanki siz bu dori vositasini 44 mingga olgansiz va ushbu qonun qoidalarini chetlab o'tgan ushbu dorixona deyishimiz mumkin. Mana shu qoidabuzar tadbirkorlarga nisbatan qanday choralar ko'riladi? Cheklangan narxlardan qimmatga sotgan dorixonalarga dastlab jarimalar qo'llaniladi. Agar ushbu holat yana takrorlanadigan bo'lsa, ushbu dorixonalarning litsenziyalari bekor qilinadi va faoliyati to'xtatiladi. 2026-yil holatiga ko'ra bugungi kungacha 10 ga yaqin dorixonalarning litsenziyalari bekor qilingan va yopilgan. Eksperimentimiz davomida guvohi bo'ldikki, dorilarni o'z narxida sotayotgan tadbirkorlar ham yo'q emas. Dorixonalar ayrim holatlarda narxlarning yuqoriligini biz dorini oldin qimmatga olganmiz degan bahona bilan izohlashga urinadi. Ammo bu vajlar asossiz. Chunki 2025-yil 5-dekabrdan boshlab dori vositalarining referent narxlari qayta shakllantirilib, ulgurji savdo tizimi to'liq nazoratga olingan. Bu degani dorixonalar bugungi kunda dorilarni allaqachon tushirilgan, belgilangan narxda xarid qilmoqda. Ta'kidlanishicha, ulgurji yetkazib beruvchi ham 100% nazorat ostida
va ular dorilarni belgilangan narxdan qimmatga sota olmaydi. Demak, zanjirning barcha bosqichlarida narxlar tartibga solingan. Agar siz xarid qilgan dori vositasi berilgan narxdan qimmat bo'lsa, buni e'tiborsiz qoldirmang. Maxsus mobil ilova orqali yoki vakolatli organlarga murojaat qiling. Unutmang, sizning befarqligingiz noqonuniy savdoga yo'l ochadi. Bu kun Diyora Soatova, Doston Eshpo'latov, Toshkent.